Assalomu alaykum, Aziza, Farmon. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, yaxshi keldingizmi? Navlan boshladingiz, navlan yangilik aytyapsiz endi yana. Xo'p, bugungi baradan foydali maslahatlarimizdan bugun sizlarga universal gerbisidlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu gerbisidlarimiz universal gerbisid bo'ladi, bor tur degan narsasini quritadi. Ina misol yurtdoshlarimizni bergan otlar qiynab turibdi hozir. Qamar, shantak, bo'yan, azariq, boshqa bergan otlar bo'ladi. Ana shu bergan otlarni quritish maqsadida ana shunday universal gerbisidlarimizdan foydalansalar bo'ladi. Bularning ishlatilish tartibi endi kichkina sotiklarga nisbatan aytadigan bo'lsak 100 grammini 5 litr suv solsa bo'ladi. Şu 5 litr suv 1 sotik yerinden yetadi. Bu narsa, bu gerbisidlarimiz universal gerbisid bo'ladi. Yana bir marta aytib o'tamiz. Universal gerbisid bo'ladi, bor tur degan narsani quritadi. Bu yani qamish ekan, azriq ekan, yantoq ekan, bo'yan domar ekan deb o'tirmaydi. Shuning uchun o'zini ekin yoki boshqa narsasi bor yerga sapilmaydi, boshqa kerakmaydigan yerlarga sapsa bo'ladi. Shunda bular o'sha hamma narsani quritib beradi. Universalniy bo'ladi avval. Yana misol uchun uragan muammolarni yechim etib beradi shunda, to'g'rimi? Avval bergan otlarni yo'qotib beradi. O'zina kerak bo'lmagan shu bergan otlarni qamarish, ajralib, yantoq, boshqa bergan otlarni yo'qotib beradi. Ushbu turdagi dori vositalarni bizlar lider vetat deganimizdan topishlari mumkin bo'ladi. Hammani kutib qolamiz.